YouTube kanalimiz a'zolari sizlarga yaxshi variantlarni ulashda davom etaman. Adashmasam bitta kadr qilasam domofonigacha bor. Bu juda ham zo'r dom. Hammaga ma'qul bo'ladi albatta. Joylashgan lokatsiyasi YouTube kanalimiz a'zolari yoshlari katta, ko'pchiligini Vinzavod desangiz hamma biladi. Sharq mavzesi ko'p qavatli imoratlarimizning 7-qavati. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz. Sizlarga yaxshi variantlarni ulashishda davom etaman. To'g'ridagi eshikdan boshlab qo'yamiz O'zorjon. Eshiklari hamma narsasiga bitta e'tibor qilamiz. Juda ham ideal xonadon, yaxshigina sizga xizmat qilib beradi. Aboy, elita pardalar, yevropalashtirilgan xonadon. Sizga video davomida anchagina chiroyli suratlarni ko'rsataman. Bu bizani Real Village kottejlarimiz. Shuni yonginasida joylashgan. Yaxshigina lokatsiya, Chevardan kelaverishda chap qo'lda, yo bo'lmasam Monika chorasi Gorbanlisadan kelaverishda o'ng qo'lda joylashgan. Eski Железнодорога deyishadi. Buni albatta hamma biladi albatta. Kelaverasan O'zorjon, bu birinchi xonasi edi. Razdelni sanuzul bizga ishlab berar ekan. Endi juda ham qimmat xonadon, lekin narxini siz uchun chiroyli kelishtirib qo'ydim. 3 xonalik 80 kvadrat 61500 AQSh dollarida chiqaryapman. Kelaversangiz keyingi manzilimiz bizani oshxonamiz. Oshxona ideal holatda dapatalka stroyni shkaflarni qilib qo'yishgan. Mana buni ham ko'rsatasiz. Duh kontur qanchalik chiroyli. Gazni qadriga yet deydi-yu. Kelaverasan O'zorjon, demak keyingi xonasi bizani bolajonlarimiz uchun ajratilgan xonasi bo'ladi. Albatta buni ham ko'rsatasiz. Mana sizga bolajonlarimiz maza qilib yashaydigan xonasi, batareyka tizimi bor, deraza bor, qolunlarimiz bor. Kelaverasan, keyingi xonasi mana doimiy shoshiltiradigan zal. Dushman kushak deb qo'yadi-ku, doimiy ishlatadigan so'zimiz bu. Dekoratsiyaga alohida e'tibor berasiz. TV zona bu. Bu televizor emas. Qanaqangi dekoratsiyalar qilishgan. Bir nimalar, zamon o'zgarib ketyapti-da. Kichkinagina xonaga 5 ta 4 ta o'g'il birga o'sgan vaqtlarim esimga tushadi. Bu tush edi bu kvartiralarni so'rash, olish bizga tush edi. 80 kvadrat maydon, 7-qavat. Narxi juda ham zo'r. Narxini siz uchun chiroyli suratda 61500 AQSh dollarida 3 xonalik hamma jihozlarni qoldirib beraman. Qolgan ma'lumotga albatta raqam qo'yib beraman. Yanada xizmatni chiroyli suratda olib borishimiz uchun bizga bitta reaksiya bildirsangiz agar xursand bo'lardim. Deraza qismi kichkinagina bo'lsa ham mana bunaqangi podbalkon deyishadimi, nima deyishadi? Juda ham dekoratsion. Domni o'zi qimmat, kelsangiz o'zingiz ko'rasiz. O'sha akamiz Feruz Buxoriy deyishadi. Akamizning o'zlari shaxsan qurgan domlari juda ham elita. Kelsangiz o'zingiz guvohi bo'lasiz. Lift, kirirish qismi, mehmon kuzatish, kutib olish hammasi mavjud. Nasib bo'lsa sizga ilindim. Siz ham yaqiningizga ilining, albatta like bosish esdan chiqmasin. O'zorjonga bitta reaksiya bildirasizlar. Yaqinlaringizga tarqating. Bunaqangi narxiga chiqqani yo'q. 3 xonalik 80 kvadrat jihozlar bilan 61500 yana savdosini qilib beraman. Kelsangiz agar guvohi bo'lasiz. Yaxshi surat menga taassurot qoldi. Sizgachi javob qoldirasiz degan umiddaman. Salomat bo'ling, o'zingizni asrang, salomat bo'ling.